Abdulaziz uka, obunachilaringiz uchun yana juda ham arzonlab kelib qo'yamiz. Judayam arzon. Mana hurmatli obunachi, soni 5 dona ekan. Soni 5 dona. 5 dona lekin hammasi shu zotdor qo'shqalarimiz ekan. Bari simjon xudo xolasa o'z to'kilib ketadigan variantida. Aka endi bular yosh oyliklar qanaqa? Yosh oyliklari 6, 7, 8 oylikgacha olishaveradi. Xotirjam olishaveradi, Xotirjam yeb ichish, olishaveradi. sinov muddatlarini nechungacha berasiz? Bir haftagacha beramiz, boqib ko'rishadi. Bir haftagacha xudo xolasa uyaltirmaydigan qo'z-qo'chqorlarimiz akalar. Xo'p, bo'ybaslar nechiga olasiz? Bo'ybaslari 70 bag'da olishaveradi. 70 ga olishaveradi. 5 tasini nech puldan beramiz endi? 5 tasini narxini Ha. Hammasini olamiz akalar. 3 million 700 ming so'mga sizni obunachilaringizga beraveradi. Qayergacha berasiz desa ukasini? O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab ketaveradi. O'zbekiston bo'ylab. Xudo xolasa akalar bittadan layklar bosib tursalar, chiroyli qilib bundan zo'r qo'chqalar chiqarishda davom ettiramiz. Xo'sh, tanlab olishga bitta, ikkita olaman degan akalarimizga kelishilgan holda chiroyli qilib kelishtirib beraveradilar akalar. Kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar.